Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ga salavat aytishning fazilatlarini hayotda ko'p. Bu borasida ko'pdan ko'p hadislar varid bo'lgan. Avs ibn Avs radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam albatta afzal kunlaringizdan biri juma kunidir. Unda odam yaratildi va joni olindi. Unda sur chalinadi va momaqaldiroq ovozi bo'ladi. Bas bu kunda menga salovatni ko'p aytinglar. Chunki salovatlaringiz menga ko'rsatiladi dedilar. Sahobalar shunda so'radilar: "Ey Allohning rasuli, siz chirib ketganingizdan so'ng qanday qilib bizning salovatimiz sizga ko'rsatiladi?" dedilar. Sarvarul Koinot alayhissalom aytdilarki, Alloh azza va jalla yerga anbiyolarning jasadlarini harom qilgan dedilar. Allah tabarak va taolo payg'ambarlarni jasadlarini yerga harom qilgan. Payg'ambarimiz alayhissalomga qancha ko'p salovat aytsak, albatta u zotga yetib boradi. Salovatlarimizning barakatlari bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom mana shu hadis sharifda aytganlaridek, aytgan salovatlarimiz u zotga ko'rsatiladi.